lekin uni uzoqqa otib bo'lmaydi. Nima bo'lishi mumkin? Juda yengil. Pat, xushbat edi. Olqishlab qo'yamiz. Bu jamoamizda ikkita javob bo'ldi. Fransuzlar uchun ovqatning sifati muhim. Inglizlar uchun odam ovqat paytida o'zini qanday tutishi mumkin? Muhim. Nemislarda nima muhim? Tam. Yo'q. Yana ovqatning Tuzumi. yo'q. Ko'rinishi. Fransuzlar uchun ovqatning sifati. Inglizlar uchun odam ovqat paytida o'zini qanday tutishi mumkin? Nemislarda nima muhim? Kim bilan? Ovqatni sog'lom